Germaniyada velosiped ishlab chiqariladigan sanoqli zavodlar bor. O'shalardan bittasi Pegasus bo'ladi. Bugungi obzorimiz Pegasus Piazza haqida bo'ladi. Velosipedimiz Germaniyada ishlab chiqarilgan, razmeri 28, rangi matviy, ramasi alyumin, vilkasi alyumin, oldi amortizatorli. Pakrushkalari ham Pegasus. Oldi generator, faralar Xenon. Vilkalardan Pegasus. Hop, aparatlari Nexus Yaponiya 7 talik. 3 ta tormoz bo'ladi, 2 ta qo'lda, oyoqda. Qulf kaltlari bor, aksa SL7. Pedallari alyumin, krom-podshipnikli. Egarlar italyanskiy, egarning tagida amortizator bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqinglar, chiroyli narxlarni qilib beramiz. Chustvelo bir qadam oldinda.